Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz mana xudo xolisa bugungi reysimiz birozdan so'ng O'zbekistonga qarab jo'nab ketadi. Hamyurtlarimiz kelgan, o'z joylarini egallashib o'tirishmoqda. Hozir avtobusimiz ichki holatlarini, sharoitlarini ko'rsatib o'tamiz. Avtobusimizning holatlari mana. Ayollar oldinda, erkaklar orqada. Aziz vatandoshlar, mana hamyurtlarimiz kelgan, o'z joylarini egallashmoqda. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Qaydansiz aka? Buxorodan. Ikrom aka, bo'ldi. Yaxshimi aka, joylashib oldingizmi? Bo'ldi, mana hamyurtlar ko'rib turibsizlar. Avtobusimiz ichki holatdan hamyurtlarimiz kelib, o'z joylarini egallashmoqda. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamay joylashib oldingizmi? Qayerdan edingiz aka? Andijonli akamiz. Andijon qayerdansiz aka? Sharxondan edilar, 3 kishi edilar. Yaxshimi aka, hamma yo'q? Avtobus holatlari yoqdimi? Tavsiya qilasizmi o'zimizni hamyurtlarga? Aka-ukalar mana ko'rib turibsizlar, avtobusimiz holati O'zbekiston nomerda. Mana ukalarimiz. Qalay uka, yaxshimi? Joylashib olding? Zo'ra? Hamma yo'g'i bor, zaryadchi, ha? Xudo xolasa. Dokument yo'q akalar ham bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Yordam berib olib ketamiz. Yuklarni ham olib bemalol, bagajlari ham mumkin. 40 kilo, 50 kilogacha yuk olsanglar bo'laveradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz tog'a? Yaxshi joylashdingizmi? Qayerdansiz? Andijon. Andijon Sharxonlik edingiz siz ham? Ha, sherik edingiz akalar. Yaxshi joylashib oldinglarmi? Cho'tkimi hamma yo'q? Kamchilik yo'q. Bo'ldi aka. Ukalar mana ko'rib turibsizlar, avtobusimiz hamyurtlarimiz birin-ketin kelib o'z joylarini egallashmoqda. Olmaylar uka. Yaxshimisiz? Qayerdansiz? Hamma nimasini Siz bu akamiz mana Andijondan aka. Andijon qayerdansizlar? Bog'ishoma. Mashina bozor. Mashina bozor. Yaxshimi hamma yo'q? Yaxshi joylashdingizmi? Hamyurtlarimizga nima deysiz? Tavsiya qilasizmi? Kelishsin. Telefon orqali bron qilib kelsanglar bo'laveradi hamyurtlar. Sharoitlar bor mana. Avtobusimiz mana ko'rib turibsizlar mana. Zaryadchi uskunalari ham bor. Avtobusimiz issiq holatda. Assalomu alaykum. Qalay tog'a, yaxshimi? Tinchmi? Joylashdingizmi? Yoqdimi? Sog' bo'lasiz. Hamyurtlar bemalol murojaat qila olasizlar. Bemalol.